Assalomu alaykum. K3 avtomobilimiz 2013-yil 84 ming kilometr yurgan yoqilg'i benzin 1.6 объем. Mashina ideal holatda. Bu ham o'zimizning ofisga qaragan mashina. Olmoqchi bo'lganlarda xudo xolasa kelishtirib, xudo xolasa qo'ldan kelgancha yordam beradi. 7.200.000 won. Mashinamizni salon holatlari eshik beshkul dastur. Salonlari mana pokiza. Eko rejim, oddiy dinamik normal rejimlar mavjud. Kaliti ikkita. Oldi sidnalar isitadi. Monitori yo'q, black box'da mavjud. IPS ham ko'rinmayapti. Mashinamizda lyuki bor ekan. Sidnalar urinib ketmagan. Toza holatda. K3 minaman deganlarga mashinani udari mana 7.200.000 won. Dollarga 5.000 yoqda bo'ladi. Videoda ostida yozib qoldiraman.